ko'chmas mulklarda ham pul tikdik, chorvachilikka ham pul tikdik, boshqa biznesdagi ham pul tikdik. Lekin tillada turgan pulimizchalik hech qanaqa o'solmadi. O'zimizni tillamizni o'lishmaydi, lekin Rossiyanikini yo Turkiyanikini hech ikkilanmasdan o'lishadi. Rossiya paytida ham bizni oltinimizni o'sha Rossiyaga olib ketib, uni ishlab chiqarib O'zbekistonga eksport qilingan. O'zimizga qaytarib sotgan. Bu sohada sizga eng yoqqan tarafi qaysi tarafi? Pul yig'ish emas, tadbirkor odamda rivojlanish maza qildiradi. Instagramda ko'rdikda o'qishi yo'lga qo'yilgan ekan, zargarlik bo'yicha. Hammasida har kuni shu zargarlik bo'yicha guruhimiz bor. Har kuni ishchi kerak deb zavodlar ishchi so'raydi. Birinchi ochgan yillarimiz 4 ta zavodlar ish boshlagan. Yangi ochilgan. Yangi ochilgan. Hozir 30 dan ortiq. Hozir 30 dan ortiq. Niyat 1 tonna tilla sotish. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi suhbatdoshimiz Gold Invest asoschisi Qobuljon Najmiddinov bilan bo'ladi. Xudo xolasa hammaga manfaatli, yaxshi podkast tayyorlaymiz. Assalomu alaykum Qobuljon aka. Va alaykum assalom. Tilla sohasiga qiziqqanmiz oldindan yo biror kishi sababchi bo'lib kirib kelganmiz bu sohaga? Oldindan tilla sohasiga qiziqish bo'lmagan. Sohaga kirganimdan keyin qiziqish boshlangan menda. Lekin mayda narsalarni ko'proq o'sha dadamni kuzatib yurar ekanlar, yasab nimadirlarni qilib o'sha kichkina anaqalarga qiziqar ekanman-da, detallarni yasab, rasm chizishga. O'shalarni kuzatib yurar ekanlar, o'sha payt zargarlik sohasiga berganlar. Otam sababchi bo'lganlar zargarlik sohasiga. 2004-yilda zargarlik sohasiga kirib kelganmiz. 2002-yillarga boradi u. 2002-yil shogird 2002-yilda shogirdlikka berganlar. O'sha 3 yil, 4 yil shogirdlikdan keyin 2004-yilda o'zimiz shu sohada tadbirkorlik faoliyatimizni boshlaganmiz. U paytda bekituvchi ishlangan, ha? Shunaqa paytda juda qiyin bo'lardi. U paytda bu sohani boshi bor, oxiri yo'q edi. Shogirdlarga ham hech qanaqa bildirmasdik. Zargarlikka shogird tushgan o'zimizni ham hech kim bilmasdi. Chunki soha qora bozor hisoblanardi. Bunaqangi imkoniyatlar, bunaqa legallashmagan paytda. Yo'q. Bunaqangi zavodlar bo'lmagan. Bunaqangi oltinni birjalardan sotib olish, umuman unaqa narsalar bo'lmagan. Qanaqa qilib tillani olib turib yasab chiqarding? Yo biror kishi olib berarmidi, olib kelib berarmidi sizlarga, yo lo'm olib eski tillalar. Shunaqa eski tillalar bo'lardi, lo'm yig'ishtiradiganlar bo'lardi. O'zi bozorda shunaqa skupkachilar, o'sha tilla sotib oladiganlar bo'lardi. O'shalardan o'sha lo'mlarni sotib olib, qayta ishlab, ko'proq o'sha zakazga ishlardik. Bunaqangi magazinlarga ham bera olmasdik, chunki legallashmaganda hech qanaqa soha biz переход qilib hujjatini qilib bera olmasdik. Ko'proq qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'izistonga ish qilib berardik. O'shanda qo'lda sanaydigan darajada uzi balliqlarni chiqarilardi-da. Ko'p bo'lmasdi buni pozitsiya, modellari kam bo'lardi. Modellari kam bo'lgan. Simizu, Quyosh ko'z, O'zbegim, Natasha, Lotka degan uzilar bo'lardi. O'shalar qizil ko'zli balliqlar bo'lardi. Qo'l bilan sanasa bo'ladigan bir 10 xil, 15 xil ko'proq uzilarni. U paytlarda do'konlar bo'lmagan, ha? Yo'q, unaqa do'konlar bo'lmagan. O'sha bozorlar bo'lgan, o'sha mahalliy bozorlarda, o'sha ichki bozorlarda, o'sha bozorlarda. Qora bozorda oldi sotdi bo'lar. Shunaqa bo'lardi. O'sha paytda ham chetga eksport qilgan ekansizda. Ko'p o'zi O'zbekiston zargarlik bo'yicha mahalliy zargarlik juda rivojlangan bo'lgan. O'sha ustoz shogird yo'nalishda o'zi ilgaridan o'sha hunarmandchilikka, ayniqsa vodiyda juda hunarmand ustalar, zargarlik sohasida ustalar ko'p bo'lgan. Qirg'iziston ham, Tojikiston ham O'zbekistonda olib ketardi.
U paytda ham yo'qotishlar bo'lganmi bu sohada? Va u paytda rosa yo'qotishlar bo'lardi. U paytda yo'qotib qo'yib hech kimga aytolmasdik arzimizni. Chunki 2008-yilda Tojikistonga 1,5 kilo atrofida tillani beraverganmiz. U opa chegarada qanaqangidir noqonuniy hisoblanardi, bunaqa qonuniy bo'lmasdi. Tushib qolgan. 1,5 kilo tillaga biz uxlaganmiz. 1,5 kiloga. Ha. O'sha paytda $12,500 bo'lardi. Donslar yangi chiqqan o'sha paytda. 10 ta dons puli bo'lganda. Dons ham juda populyar bo'lgan. Yangi chiqqan paytlar ekan. Unaqa ishlar ko'p bo'lgan. Zargarlik sohasida nafaqat biz, hamma zargarlar shu tilla sohasida ishlaydiganlar 2019-yilgacha pashti shunaqa yo'qotishlar bo'ldi. Chunki bu sohani boshi bor edi, oxiri yo'q edi-da. Bunaqa erkin nima deydi, sohaga anaqa bir imkoniyatlar berilmaganda, birjadan bunaqa oltinni sotib olishga imkoniyati bo'lmagan. Bunaqa hozir juda ham sohada ishlaydigan paytlar keldi. O'sha paytda bekinib ishlardikda, har o'shanda ham ishimiz yaxshi bo'lardi, lekin qiyin paytlar bo'ldi. Juda qiyin bo'lardi. Yo'qotib qo'ysa hech kimga ayta olmasdik. 2019-yilgacha topib yo'qotib keldik. Shu yo'qotganingizdan keyin depressiyaga tushish bo'lganmi? Bu vaziyatdan chiqib ketish o'zi bo'lmaydi-da. Uni joyiga qo'yish kerak, yana qaytadan oyoqqa turish kerak. Oson bo'lmagan bo'lsa kerak, qiyinchiliklar. Sohadan chiqib ketish ham odamda bo'ladi-da. Boshqa sohaga o'tish anaqa ham bo'lgan miyangizda? Depressiya 3 oy ish tashlab ostanovka bo'lgan, ishlamaganman. Siz aytmoqchi, o'sha ishdan chiqib ketish ham bir xayolimga kelgan, lekin bitta okam borlar, Ilhom aka, hozir ham tenjonlari sog' bo'lsin, doim biznes haqida anaqa maslahatlarni olib turaman, tog'a bo'larlar. U kishi o'sha yillar chaqirdilar uyga kelib. U kishi Rossiyada biznes qiladilar. Hozir ham yirik bizneslari. Qobil biznesda shunaqa bo'ladi. Biznesmen odam doim tadbirkor tayyor bo'lib turish kerak shunaqa vaziyatlarga. Yo'qotishlarga. Men ham topganimda yo'qotganim ko'p bo'lgan, shunaqa yutuqlarga erishishimga yo'qotishlarim sababchi bo'lgan deb shunaqa deganlar. Hozir ham ko'p aqllarga duo qilaman. Motivatsiya berganlar, qanaqangidir kuch berganlar. Olding seni kichkina yosh bola bo'lsang ham ucharligingni ko'rib, pullarni olib yurishingni ko'rib, o'sha Jigulilarni, 06larni, qanaqangidir mashinalarni minib yurishingni, Nexia'larni minib yurishingni ko'rib, men o'zim havas qilganman. O'sha bobanglarga ham ko'p aytib, Qobil xudo xolasa katta odam bo'lib ketadi deb ko'p men seni maqtab shunaqa derdim. Nimaga sen endi to'xtab qolibsan? Hozir nima qilmoqchisan? Boshqa ish qilmoqchiman. Hozir boshqa ishni qilasan, shunaqa kaltani yeysan u ishda. Uni to'g'ri o'rganib sen o'zingni shunaqangi professional bo'lguningcha vaqt o'tadi. Vaqt ko'p ketadi. Hozir bu qilib turgan ishing, yana davom et yo'lingda. Xudo xolasa men aniq bilaman, sen bundan ham zo'rib ketasan. Birinchi yo'qotgan narsani 2 barobar, 3 barobar topasan xudo xolasa deb motivatsiya kuch berganlar hech esimdan chiqmaydi. Shu ishni boshlashimga turtki bo'lgan menga. Tajriba bo'ladi yo'qotgan. Keyin o'rganib qoldik bunaqalarga. Yo'qotishlarga chunki tadbirkor odam ko'p, mana tadbirkor okalarimiz ham bilishadi, o'sha topishdan oldin yo'qotish bo'lar ekanda, Botir aka. Yo'qotishda odam qanaqangidir immunitet hosil bo'lar ekanda. Keyin sabr qilib, astag'firullah Allohdan so'rab, hech kimga shikoyat qilmasdan, hech kimga yolg'on gapirmasdan, boricha aytib, hech kimga nima deydi, shikoyat qilmasdan, bu manzildan bu manzilgacha o'sha yetguncha yana sekin yo'limizda davom etsa, xudo xolasa albatta ko'rdik hayotda.
2 baravar emas, 10 baravar yutuqlarga erishdik. O'sha paytda 2008-yilda dasmayamiz yo'q, hech qanaqa uyda ishlab chiqarish qila olmaymiz. Klientimiz bor-u, lekin dasmayamiz yo'q. Majbur bo'ldik o'sha Uychi rayoniga zargarlik buyumlariga xizmat ko'rsatish shoxobchasini qilishga 2008-yilda keyin o'sha okam maslahat berganlardan keyin kichkina do'koncha oldim. Oson bo'lmadi albatta. Zargarlik buyumlariga xizmat ko'rsatish deb yozdirdim. Shogird oldim. Bahodir degan shogirdlarim hozir hammasi bo'yvachib ketdi, zo'r ishlari. Yaxshi kuchayib ketdimi? Kuchayib ketdi. Birga o'sha yerda ularni shogird qilib o'sha yerda ish boshladik. Har kuni kimdir olgani keladi, kimdir sotgani keladi. Skupga ishlarni boshladik. Bir 2-3 yil ishlagandan keyin shogirdlarni ham qo'lidan o'zi kelib qoldi. Boshqa do'konlarni ochib, o'sha Uychi territoriyasiga, sentriga filial qildik. Har kun 3,5 million, 4 million pul olib kelamiz. Tarqatib berasiz, bo'lib bo'lishamiz o'sha paytda. Tilla kelsa olamiz, tilla sotaman deb kelsa olamiz, olaman deb kelsa sotamiz. Har bitta do'konimizda bir 60 ga 1-2 vitrinalarimiz bor. O'sha bir 2-3 yilda o'zimizni tikladik, qarzdan to'ladik. Qarzdan to'lagandan keyin orttirishni boshladik. Har kun kunimiz quruq bo'lmasdi. 2013-yilga kelib yana o'sha matizm o'shalarni oldim, uylarni qildim, chorvachilik bilan shug'ullandim, yana 5 ta 4 ta mollarni qildik. Bu sohada sizga eng yoqqan tarafi qaysi tarafi? Zargarlik bu sohasi bo'yicha. Masalan, tadbirkor odamga eng yoqqan narsa moli ko'p bo'lish, puli ko'p bo'lish emas. Eng yoqqan narsa tilla buyumlarini o'sib turishi, ko'tarilib turishi. Eng yaxshi yoqqan tarafi mana shu tillaga qilingan investitsiyamiz ko'tarilib turishi. Qiymatini biz ko'rdik 2004-yildan beri hozirgacha analiz qilib kelyapmiz. Statistika ma'lumotlar bor qo'limizda. Tillani ko'tarilishiga mana ko'chmas mulklarda ham pul tikdik, chorvachilikka ham pul tikdik, boshqa biznesdagi ham pul tikdik. Lekin tillada turgan pulimizchalik hech qanaqa o'smadi. Oxirgi yillarda shunaqangi biznesimiz yiriylashib ketgandan tillani pulini olib boshqa sohalarga tikdik-da, lekin u sohalardan daromad qildik, lekin tilladagi pulni yopolmadik-da. Tillani o'sishini shu eng yaxshi tarafi tillada turgan pulimiz o'sishi. O'sish ko'paydi. Inflyatsiyaga ham eng chidamli narsa bu tilla, oltin turadi. O'sha anaqasi menga yoqadi. Firmani ham nomini Gold Invest deb qo'yganmiz. Tillaga pul tikaman degan. Investitsiya qilaman degan. Bilamiz, hozirgi kunda Gold Invest asoschisiz. Shu Gold Investni ochishda qiyinchiliklar yo bir qanaqadir muammolar duch kelganmisizlar? Gold Investni ochishimizda muammolarga duch kelmaganmiz. Ochganimizdan keyin muammolarga duch kelganmiz. Ochilgandan keyin. Chunki shu muammolar, shu hamma tadbirkor tayyor turish kerak, biznes vakillari, nafaqat tilla sohasida, boshqa sohasida ham doim muammo qanaqangidir to'siqlar bo'ladi. O'shalarni yecha olasangiz, yenga olasangizgina rivojlanish bo'ladi. Ko'proq Botir aka bilasizmi, pul yig'ish emas tadbirkor odamda, rivojlanish maza qildiradi. Xuddi shunaqa ekan. Mana yaqinda bir kishini ko'rib qoldim. Qo'limizda qancha tadbirkor gapiradi, qo'limizda qancha pul tursa ham deydi, biz uyimizga olib kirib qo'ymaymiz deydi. Shu biznesimiz rivojlanishi shu sarflayveramiz, bizda pul turmaydi deydi. Hozir aytaman, ko'p mana bilasiz, anaqada ham sotuvchilarga ham qo'shilib ketaveraman, shogirdlarga ham qo'shilib ketaveraman. Alhamdulillah ancha o'qidik, yoshlikda o'qimagan bilimlarimizni o'sha biznes sohasida olishga majbur bo'ldik. Tadbirkorlik yirik bo'lgan sari, biznes yirik bo'lgan sari ozgina o'qish, bilishga to'g'ri keldi. Demoqchimanki, hammasiga o'rgatib, ko'p shogirdlarimiz, ishchilarimiz ham hamma sohada o'rganib, bilib qo'shilib ketaveraman. Lekin eng zo'r paytlarim
milliard pul aqibaq qilganingiz bilan eng maza qiladigan pul o'zingiz topgan pul bo'ladi-da. Haligi demoqchimanki, o'sha zargarlik buyumlariga xizmat ko'rsatadigan paytlarim har kuni naqd pulimni o'zim topardim. Qo'lda sanash eng zo'r odamga motivatsiyada bu. Kimdir olgani kiradi, kimdir sotgani kiradi. Har kuni o'zingiz qo'lingiz bilan pul topasiz. Hisobingiz qo'lingizda. Buxgalter ham o'zingiz, sotuvchi ham o'zingiz, hamma narsa o'zingiz. Lekin to'g'ri, komanda bilan ishlash yaxshi, komanda bilan rivojlanadi, komanda bilan ishlagandan keyin baribir undan ko'ra ko'p pul topasiz. Kerak bo'lsa komanda sizga ishlaydi, lekin uni mas'uliyatlari ham katta bo'ladi-da, o'ziga yarasha bo'ladi. U paytda hozir ham ko'p o'sha shogirdlarimizni oldiga borib, oldingi anaqalarni eslab, hozir sizlarga zo'r maza qilib ishlaysiz desam, nimaga qo'llaki yaxshi ishlarni boshladingiz-ku deyishadi. To'g'ri, inkor qilmaymiz, Xudoga shukr, yomon bo'lmadik shu sohada, lekin baribir odam o'zi topgan pul boshqacha bo'ladi-da. Siz o'sha paytda Uch tumanda ishlaganmandingiz, xizmat ko'rsatish shoxobchasi ochganman dedingiz. Endi qolgan raqobatchilar ham bo'ladi-ku, ulardan ajralib turadigan jihatingiz bo'lishi kerak sizni ham, klientlaringiz. Qanaqa ajralib turadigan jihatingiz bo'lgan? Xizmat ko'rsatish bo'yicha. Xizmat ko'rsatish bo'yicha fichkalari ko'p buni. Xizmat ko'rsatishda tez xizmat ko'rsatish berish kerak. Mijozni, masalan, ayniqsa zargarlik buyumlarini olib qolmaslik kerak. Olib qolib ertaga keyin qilib beraman deb bekorga qilib bersangiz ham odamlar tashlab ketmaydi. Men shuni bilardim, fichkasini doim o'chirib turardi ishxonamda. O'sha zahoti remontini qilib, o'sha yaxshi pul olardim, lekin o'sha joyida ishlarni hal qilib berishga harakat qilardim-da. Hozir ham shogirdlarni, masalan, har bitta showroomimizda xizmat ko'rsatish shoxobchalari bor. O'sha yerda mijozda kelsa, o'zim aralashib, mana sizni ko'p pul topmasligingiz, mana mashinada deyman. Mijozga kelganda iliq munosabatda bo'lib, tez olib, qo'lidagi narsani o'sha paytida ishini bitirib berish. Tez va sifatli. Buni fichkasi, shunaqa bo'lardi. Nariroqda zargarlik anaqasi bordi, masalan, nima deydi, keyinchalik ochilgan xizmat ko'rsatish bordi. Bizda odam ko'pligidan biz 100 mingga qilib beraman degan narsamiz yo'q, beraylik deb, yo'q, obor kursi ertaga kelib 50 mingga qilib beraman deb ko'p zargarlarimiz shunaqa qilishadi. Odamlar ishonmaydi. Yana kelib, mayli o'zingiz qilib bering, hozir qilib bering deyishardi. Shu sohadan tilla olib o'zingiz olganmisiz? Investitsiya sifatida? Qara. Bu tilla o'sib turadigan narsa, o'sishini deyapsiz-da, narxini o'sishi ko'p bo'ladi. Biz 13 dollardan ham, 28 dollardan ham tilla olib berganmiz. Men bilaman, 100 dollarga 15 gram tilla berardi oldin. Hozir 138 dollar bo'lyapti. Ko'p kishiga olib berganman pul saqlash uchun, masalan, unaqa oltinlarni. Endi sohamiz shu bo'lgani uchun ko'pchilik o'sha Oka 2008-yilda ko'chmas mulklarni sotib 70 million 200 mingga tilla olganlarni bilaman. 2 kilo 700. Pasti 3 kilo. Hozirgi kunda hisoblasangiz 5 milliard pul bo'ladi-da. O'sha ko'chmas mulklarni hozir aytadilar, ko'chmas mulkimni Qobiljon yarmiga sotsam, hozir o'sha yarmiga olar ekanman. U yerga inshoot ham qurib, bino ham qurib qo'ydi deb shunaqa deylar. Oltin baribir o'sadiki, tushmaydi. Tushmaydi, to'g'ri. 2004-yildan beri shu bizda statistika ma'lumotlari bor. Ko'chmas mulkka ham chaqib qo'yganmiz bu oltinni ko'tarilishini. Dollarga ham chaqib qo'yganmiz. Undan tashqari mashinaga ham chaqib qo'yganmiz. Tillani ko'tarilishi yuqori. Yildan yilga dollar oshadi, to'g'ri, tillachalik oshmaydi. Oddiy misol 2013-yilda kecha kuni bitta opamizdan tilla oldik. Uni ijtimoiy tarmoqqa ham qo'ydik. 2,80 mingga olib bergan ekanmiz-da. Tillalar. 2013-yilda tillalarni lomga sotyaptilar. Lomga 30 million
500 mingga sotib olyapmizda. Mana shu yaqin o'tdi deb bo'lgan. Ilgari tillarni oshishi 2022-yilgacha, 23-gacha 10% dan 20%gacha o'sardi yillik anaqasi. Tillarga pul qo'shilardi. Hozir qisqa yillarda, mana shu 2-3 yilda 35-40% ga oshyapti tillar. Shu yil o'zi 1 yil ichida 45% dan o'tib ham ketdi. Shunaqa. Tillar yana ko'tariladi. Tillar oldingidan ham talab yuqori bu oltinga. Chunki mana ishlab chiqarishlar borgan sari jadallayapti. Men buyurtchali oltin sotilganini hali ko'rmaganman. Rivojlangan sari shu unga talab ham yuqori bo'lyapti. Bizda O'zbekistonda juda ko'pchilik insonlar faqat Rossiya, Turkiya tillasi deyaveradi. Nima sababdan shunaqa deydi? O'zimizni tillarimizni o'lishmaydi, lekin Rossiyanikini yo Turkiyanikini hech ikkilanmasdan o'lishadi. Turkiyadan ham ko'ra rossiyskiy deyishadi, lekin bitta narsani bilib olish kerak. Rossiya paytida ham bizni oltinimizni o'sha Rossiyaga olib ketib, uni ishlab chiqarib O'zbekistonga eksport qilingan. O'zimizga qaytarib sotgan. Hozirgi kunda dunyoning eng yirik zavodlari, eng zo'r ishlab chiqaruvchilar O'zbekistonga kelib, ishlab chiqarishlarni qilib, uzi baldo, o'sha bilaguziylarni eng trendda bo'lgan narsalarni qilib, chetga eksport qilishyapti. O'zbekistonda 3 yilda. Bilgan bo'lsangiz, bu yil 2025-yil sentyabr oyida O'zbekiston eng ko'p tilla eksport qilgan top anaqalikka kirdi. Birinchi o'rinda bo'ldi. Bunga sabab nima? O'sha tilla sohasidagi yirik ishlab chiqaruvchi zavodlar hozir O'zbekistonda ishlab chiqarish. O'sha Amerika deysizmi, Italiya deysizmi, Rossiya deysizmi, Turkiya deysizmi, Turkiyada ham juda ham sanoat darajasiga chiqqan ishlab chiqarish. Bu yerga kelib, o'sha zamonaviy dastgohlarni olib kirib, O'zbekistonning oltinini ishlab chiqarib, qayta ishlab, Turkiyaga, Yevropadagi zo'r o'sha Amerikagacha eksport qilinyapti. Ishlab chiqarib. Bizda esa rossiyskiy tillar bo'ldi deb odamlar yana rossiyskiy tillarni istab yurishibdi. Lekin rossiyaliklar o'zi bu yerga kelib ishlab chiqarib eksport qilyapti. Chetga eksport qilyapti. Bu nima degani? O'zbekistonning oltini o'zi ilgaridan o'zi dunyo miqyosida urovini baland bo'lgan. Hozir 3-chi o'rinda turadi. Hozir 2-o'ringa chiqib oldik. O'sha oltinni qayta ishlab eksport qilinyapti. Chetda yana Turkiyadan bizga olib kirilyapti. O'zimiz ishlab chiqarilgan. Men shunaqangi zavodlarni bilaman. Mana 30 dan o'sha zavodlarni bilan ishlasak, mana yaqinda hozir mediamiz bilan shuni muzokarasini qilib, переговорni qilyapmiz. Zavodlarni yoritmoqchimiz. O'zimizdagi zavodlarni mana Gold Invest 30 dan o'sha zavodlar bilan ishlasa, hammasini mana shu yangi haftadan Xudo xolasa yoritib bormoqchimiz. O'sha odamlarga tushuncha bo'lish uchun Leningrad tilla bormi deb ko'pchilik so'rashadi. O'sha paytda ham O'zbekistonning oltinini Leningradda ishlab chiqarib, bu yoqqa eksport qilingan. Hozir ham O'zbekistonning tillasiga juda ham talab yuqori. Men hozir aytaman-da, Botir aka, biz 200 kvadrat, 300 kvadratli showroomlarni qilyapmiz. 47 ta, 50 ta vitrinalarimiz bor. $1 million оборот qilamiz. Lekin savdoyimiz yillikka hisoblaganda juda oz, kunlikka hisoblaganda ham juda oz. Chunki odamlarni shu tillaga qarashi boshqacha bizda. Aytishadiki, haliga tillani olib, taqqani olib keyin lomga sotamiz. Lomga sotasiz, lekin yozib qo'ying. Yozib qo'ysangiz, lomga sotsangiz ham 1 yildagi aniq bilamiz, foydasiga sotishadi. Yozib qo'yishmaydi. Nima bor boshqa narsa? Masalan, kiyim, mashina, nima narsani foydasiga sotilyapti. Mana 2018-yilda bitta ukamiz Gentra oldi. O $8,000 ga bitta ukamizga tilla olib berdim. O'shanda $41 da tilla olib berdim. Gramini. 41 ga qilsa 439 gram tilla olib qo'ydi-da.
hozir mana yaqinda uchastka oldik unga uy quryapti. 132 dan sotdik. 57 ming, pashti 58 ming dollarga sotdik. Qancha foyda ko'rgan. 2018-yilda tilla olib qo'ygan. Ana Gentroga. Gentroga hozir ham yuribdi. Men o'zim tavsiya qilganman. Unaqa ko'p har yil tilla olib beraman. Men har kuni olib beraman kerak bo'lsa odamlarga. Bu tillani ilmini hamma bilish kerak. Maslahat berardim. Hamma odat tusiga aylantirish kerak bu tillani doim olib qo'yishi, sotib olishi. Chunki ko'pchilik kelib maslahat qilishadi. Qo'blarga tilla olib qo'ysammi keyin. Okey. U tillani olib qo'yishni maslahat beraman, lekin dasmiya qilayotgan pulingiz bo'lsa, olmang deyman. Agar yo'q, kerak emas, nima deydi, inflyatsiyaga chidamli bir haligi nima deydi, o'sib turadigan narsaga tikib qo'ymoqchiman. Qadrsizlanib qolmasin desangiz, o'sha tillani olib qo'yishni tavsiya qilaman. Ko'p. O'sha hamma pulingizga deyman. Yo'q, lekin sizni kunlik pul olib kelib turadigan, stabilniy pul olib kelib turadigan dasmiyangiz bo'lsa, doim odatga aylantiring. 1 gram, 2 gramli slitkalarni olib qo'yib, tashab qo'yishni deyman. O'zi doim o'sha shuni qilyapganlar xursand bo'lib hozirgacha duo qilishadi. Bizda ikkilanish bo'ladi-da O'zbekistonda. Tilla desa ikkilanib turadi, lekin moshina olaman desa hech ikkilanmasdan oladi. Men Turkiyada bo'lganman, o'zim guvoh bo'lganman. Ishlaymiz, ishdan chiqdi, oyligimizni oldida bitta turk oyligini oldida do'konga qarab kirib ketdi, tilla do'konga. Oyligini yarmiga tilla olib chiqdi. Nima qilasan tillani desam, bu olib qo'yaman bu tillani dedi. Kelajak uchun dedi. U ko'tariladi, sotaman dedi-da. Men ko'zim bilan o'zim guvoh bo'lganman-da u narsani. Bizda lekin unaqa emas, ikkilanish bo'ladi O'zbekistonda. Aka, bizda ko'tarilsa tillani bozorga qarab yuguramiz sotgan. Olib qo'ymaymiz. Nafaqat Turkiya, Yevropa mamlakatlarida ham hamma milliarderlarning puli tillada. Bizda ham nimaga o'sish bo'ldi? Tillada turgani uchun pulimiz o'sish bo'ldi. Hamma milliarderlar tillada turadi puli. Bizda agar ko'tarilsa bozorga yuguramiz sotgani. Lekin mana 47 ta vitrinamiz bor, 200 kvadratli, 300 kvadratli showroomlarimizda arzimagan savdo qilamiz. Lekin chet mamlakatga chiqamiz, 5 ga 5, 4 ga 5 joylarda 1 million dollar savdo qilishadi. Nimaga? Odamlarning tillaga bo'lgan fikri, bilimi bor chet mamlakatlarda. Kecha mana Turkiyaga forumga boryapman-da, har xil modellar uchun ozgina magazinga kirdim. Magazinga kirsam shunaqangi diviziyani zo'rki, 1 million dollardan kam savdo qilmaydi. Hattoki bir 15 yil, 20 yil, bir 10 yil umri qolgan cho'lam eski kostyumda kiryapti-da, bu cho'ntagidan 30 ming, bu cho'ntagidan 40 ming dollar olib, 70 ming dollarni tillaga investitsiya qilyapti-da, tilla olib qo'yapti. Slitka sotadigan bankomatlarda, banklarda, tilla do'konlarda odam ochirib tilla olib qo'yishga. Tushunyapsizmi? Bizda unaqa emas. Odamlarning agar shunaqa fikrlari o'ssa, bunaqa negativ ko'pchilik yozishadi-da, tilla olib qo'ysa ertaga lomga sotiladi, anaqa aldaysizlar. Yo'q. Siz hozir tilla olsangiz, 1-2 oyda sotsangiz, to'g'ri, toqqaningizga, iskirganiga lomga sotasiz. Ozgina raznica qiladi, lekin yilda sotsangiz, lomga sotsangiz ham foyda qilasiz. Ham toqqaningiz qoldi, ham pulingiz saqlanib qoldi. Ozgina o'sadi ham. O'zim ham 2013-yildami, 2014-yilda ayolimga o'sha bilaguzi olib bergan ekanman. Bir kun beryapti. Buni sariq tillalar moda bo'lyapti. U qizil bo'lgan, yeri ham bo'lgan. Uni ham 3,5 million, 3 million 700 ming atrof. Juda qimmat magazindan olib berganman. O'sha paytda. O'sha farzandli bo'lganimizda 3 million 700 mingga endi biz yozib qo'ygan ekan. Hozirgi kunga kelib 37 million puli bo'lyapti-da. Lomga hisoblaganda ham, tushunyapsizmi? Dollarga hisoblaganda ham nisbatan baribir tilla 2 barobar kerak bo'lsa, 3 barobarga o'sgan. Tilla o'sib turadi, buni bilish kerak. Hamma odat tusiga aylantirish kerak. Bu tillani olib qo'yishni
Men ko'p kishiga o'sha o'zimiz yori do'stlarimizga o'sha tilla olib berganman. Saqlashni ham, qanaqangidir nima olishi, qachon olishi ham doim tavsiyasini beraman. Chunki bu sohani mutaxassisimiz. Hozirgi kunda shu bizni zargarlik sohasida ishlayotgan hamkasblar ham mana ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi odamlarga maslahat berishyapti. Mana Turkiyada 30 tonna oltinni qazib olinar ekan. Shu savolni bermoqchi edim. O'zbekistonda qancha ishlab chiqarish bo'ladi, qancha tillani qayta ishlanadi, qanchasi eksport bo'ladi. Shuni savol bermoqchi edim sizga. Turkiyada 30 tonna tillani qazib olinadi, yer osti boyligi 30 tonna. Ishlab chiqarish hajmi 250 tonna. Tushunyapsizmi? 250 tonna. Lekin 30 tonnani ishlab chiqadi. 5, 6, 7 barobar ko'p narsani. U degani O'zbekistonda 100 tonnadan oshiqroq oltin chiqadi. 10 tonnasini ishlab chiqarishga endi anaqamiz yetdi. 10 tonnasini ishlab chiqara olamiz xolos. O'zbekistonda 10 tonna ishlab chiqadi. Turkiyada import, eksport bor. Olib qayta ishlab, demoqchimanki, bizning oltinimizni Turkiya hozirgi kunda shunaqangi ishlab chiqarishlarni qo'yib, ishlab chiqarib Turkiyaga $5 arzon tushadi bizda ishlab chiqarganiga. Turkiyaga eksport qilyapti. Bu yerga zavod qo'ygan, brenddan kerak ularga, ama legallashtirib, hujjatli, legal qilib zavodlarni qo'yganda Turkiyaga eksport qilyapti. Turkiyada showroomlarda sotilyapti. O'zbek, qozoq, qirg'iz borib 65 grammda olib kelyapti. Shuni ham O'zbekistonda chiqaryapti. Chunki biz oltinimizni sotmayapmiz Turkiyaga. Agar sotamiz desak, buyildigur oldingi kelasi yilga ham zakolat berib qo'yishga tayyor ular. Sotib olib qo'yadi. Nafaqat Turkiya, Italiya ham, boshqa mamlakatlar ham, Dubay. Mana hamma. Chunki oltinimiz yuqori o'rinda turadi. Sofligi bo'yicha. Agar hamma odamlar o'sha O'zbekistondagi odamlar hammamiz oltinni olib qo'yishni odat tusiga aylantirsak, shu o'zimizda chiqayotgan oltinlarni bir yarmini olib qo'ysak ham dollar yig'avermasdan, shunaqangi iqtisodiyotimiz rivojlanib ketadiki, o'sish bo'ladiki, tasavvur qilib bo'lmaydi. Shunaqangi katta o'sish bo'ladi. Biz aksincha dollar olib qo'yamiz, qanaqangidir mashina olib qo'yamiz. Mashina olib qo'yamiz, qanaqangidir temir, metallarga, originalmida buyumlarga pul tikamizda, tillaga kelganda mikin qilib aylanaveramiz. Olamiki, olmaymikin debdi. Achinarli holat endi sekin lekin o'zgarish bo'lyapti. Odamlarimiz ham o'sha tilla haqida sekin baribir ko'p negativga juda ham haligi bilib bilmasdan hech qachon ijtimoiy tarmoqlarga chiqib odamlarga ziyon qilib, odamlarga aldash, bu baribir gunoh hisoblanadi. Shu sohamizda ham ko'p hamkasblari bunaqa qilish niyatlari yo'q. O'zi asli shu odamlarga shu tillani olib qo'yish foydaliligini tushuntirishga harakat qilishyapti. Lekin ko'p aksar holatlarda ko'ryapmiz, negativ kommentariyalarda yozishyapti. Qobuljon aka, bu Gold Invest tilla do'koningiz juda katta, bilamiz buni. Assortiment ham juda ko'p. Shu Namangandagi boshqa tilla do'konlardan ajralib turadigan jihatlari qanaqa jihatlari bor? Biz Gold Investda 30 dan oshiq zavodlar bilan ishlaymiz. Zavodlarning vitrinasi ham alohida. Biz o'sha oltin kollardan birja orqali oltinni sotib olamizda. O'sha 30 dan oshiq zavodlarga modellarni o'sha ishlab chiqarishlariga qarab zakazlarni beramiz. Tayyor bo'lgan o'sha zargarlik buyumlarini maxsus laboratoriyalarda, o'zlarining laboratoriyalarida tekshirib olib, ikki tomonlama shartnomamiz bor. O'sha 585% asilligini va jilokorligini, defektlarini, hamma narsasini tekshirib olgan holatda keyin o'sha o'zini maxsus vitrinalariga qo'yamiz. Bularni mijozlarimizga sertifikati bilan, ya'ni garantiyasi bilan yetkazib beramiz. Undan tashqari to'g'ri bozorda ozgina farq qiladi.
endi mahalliy ishlab chiqarishda va zargarlarimizni yomonlamoqchi yo boshqa qilmoqchi emasman. Juda ham usta mohirlari ham bor. Undan tashqari endi bozorda arzon tillalar ham bor. Masalan, hamma hozir Kitco bo'yicha, birja bo'yicha ishlayapkan, lekin bozorda har xil tilla bor. Biz bozor bilan raqobat qilmaymiz. Bizniki ozgina bozordan qimmat, chunki Kitco birja narxida yuradi, tilla o'sib turadi bilsangiz. Yangi modeldagi sertifikati bilan beramiz. Endi bozorda arzon tilla bo'lishi mumkin, yo eski taqilgan bo'lishi mumkin, u arzon bo'ladi albatta. Undan tashqari toqilmagan bo'lsa ham modasi o'tgan bo'lishi mumkin. Undan tashqari bo'lmasa u narxdan arzon bo'lsa, asliy darajasi 585 bo'lmasligi mumkin, pastroq bo'lishi mumkin, arzon bo'lsa. Undan tashqari sotayotgan odam narx-navoni bilmasligi mumkin. Ziyonga sotgan bo'lishi mumkin, qimmatga olib. 5-4 xil sabablarga ko'ra arzon bo'lishi mumkin, lekin biz u bozor bilan raqobat qilmaymiz. Har bitta tillamizga sertifikat beramiz, garantiya beramiz. Garantiya sertifikat berganimizdan keyin bizdan olingan tillalarni o'zimiz sotib olamiz. Boshqa bozorga olib borib yo anaqaga olib borib arzoniga sotishlari shart emas. Chunki men doim xodimlarimga, o'sha ishchilarimizga aytaman, Gold Investdan olingan tilla buyumlarni odamlar ziyon qilib ko'chada sotishmasin. Odamlarga jabr bo'lmasin, o'zimiz qaytarib olaylik. Chunki o'zimizni o'sha garantiyali tillamizni o'zimiz bilamiz. Bizda o'zi bozorlarda garantiya berishmaydi, faqat og'izda javob, lekin bitta narsaga xursand bo'ldim. Garantiyasi bilan berdiganiga. Uch tarafi yaxshi. Odamlarda anaqa bo'ladi-da, o'ylaydi-da, men do'konga kiray, do'konda garantiyasi bilan beradi. Bozorga chiqsa, bozorda ko'pchilik bozorga chiqqani ham xijolat qiladigan insonlar bo'ladi, juda ko'p. Shu do'kondan olay deydiganlar ham bor-da. Ko'p unaqa insonlar, masalan, bir xil narsalarni bozor bilan ham ishlagimiz keladi. Yaxshi zargar, mohir zargarlarimiz ko'p, ayniqsa Namanganda, Vodiyda juda ham mohir zargarlarimiz ko'p. O'zimiz ham hurmat qilamiz, akalarimiz, ustozlarimiz, shu hamkasblarimiz bor. Lekin ko'pchilikni biz ishlagimiz keladi, ularni dokument bo'yicha, hujjat bo'yicha biz ishlay olmaymiz. Ular ko'pchilik bilasiz, mahalliy tadbirkor, qanaqangidir firma yo'q, legallashtirilmagan, ba'zilar hujjat ishiga tushunishmaydi. Shuning uchun biz faqat zavodlar bilan ishlashga majburmiz. O'sha 30 dan oshiq zavodlar bilan ishlayotgan bo'lsa, o'zi 100 dan oshiq hozir zavodlar bor. Ko'p. Yana o'zi niyatimiz o'sha showroomlarimizga 100 dan oshiq zavodlarni olib kirish. Yana kundan kunga xudo xolasa ko'payyapti. Birinchi ochgan yillarimiz 4 ta zavodlar ish boshlagan. Yangi ochilgan. Hozir 30 dan ortiq. Hozir 30 dan ortiq. Showroomlar hammasi tizimli ravishda ishlaydi. Bu tizimga olib kelguncha bo'lgan qiyinchiliklar ham bo'lganmi, juda qiynalganmisiz? Hozir ham u tizimlashtirib, har bitta tadbirkorni kechasi tushida ham ko'rib chiqsa kerak. Bu tizim Jahongir akada ham, Artiqxo'ja Jahongir akada ham bo'lsa kerak, yana ustida ishlash. Buni oxiriga yetilmaydi, Botir aka. Tizimlashtirish juda qiyin bo'ldi. Yana hozir ham ustimizda ishlayapkanmiz. Shu shogirdlarni mana o'zimiz kerak bo'lsa SMMga o'qib keldik, marketing, HR, qanaqangidir o'sha biznesga oid anaqalar bo'lsa o'qib keldik. Shogirdlarni o'qityapmiz. Shu sohadan chiqqan shogirdlarimizni o'zimiz o'rgatyapmiz. Hozir ham tizimda kamchiliklar bor. Hozir ham har kuni ustida o'ylab, ishlab, yangiliklarni kiritamiz. Tadbirkor odam agar to'xtalib qolsa, bu tizimlashtirishdan, qanaqangidir yangilik qilishdan to'xtalib qolsa, o'smaydi, to'xtab qoladi. Har kuni ustida ishlash kerak. Kompaniya kengaygan sari qanaqangidir to'xtalish, nima deydi, bo'sh tegib qolish holatlari bo'ladi. Uni o'sha paytda qanaqangidir yangiliklarni qilib
tizimda bo'lmasa boshqa narsalarda o'zgartirish kiritishga majburmiz. Har doim yangilik qilishimiz kerak. Hozirgi kunda ham o'sha to'g'ri siz aytmoqchisiz, savdo bo'limi, marketing, o'sha call center, o'sha savdo bo'limiga kiradi. Ular ham marketing alohida o'sha linklarni olib keladi, qanaqangidir reklamani qiladi, media, kaster, o'sha buxgalteriya, moliyachi, alohida tizim, alohida yo'nalishlari bor. O'sha komanda bo'lib ishlaymiz. O'zim ham o'shalarga ba'zida operatsiyaga kirishib ketaman. Yo'z alohida ofis qilib anaqa qilishchi, shogirdlar chiqarishda operatsiyadan, "Okey, siz chiqing, bo'ldi, o'sha bizga qo'yib bering bu yog'ini" deb. Hozir ham baribir nazoratda turasiz, o'zingiz baribir boshqarib bu yoqdan turib kuzatib boramiz. Qanaqangidir yangiliklar bo'lsa, tajribalar bo'lsa, o'sha o'qishdan olgan bir bilimlar, anaqalar bo'lsa, o'sha amalda qo'llaymiz. O'sha shogirdlarni chaqirib aytamiz, shunaqangi yangiliklarni qilib qo'limizdan kelgancha ishlab kelyapmiz. Instagramda ko'rdim-da, o'qishni yo'lga qo'yilgan ekan, zargarlik bo'yicha. Shu qanaqa bo'layotgan bu o'qish bo'yicha ozgina ma'lumot berib yuborsangiz? Zargarlik bo'yicha o'qish o'zi hamma shogirdlarimiz shuni o'zimiz o'qitib, yaxshi shogirdlar, yaxshi ishchilar oldik. Ichidan chiqar ekan baribir. Bu sohani tushunmasa, marketolog bo'lsin, marketing bo'yicha, SMM bo'lsin, media bo'lsin, bu sohani tushunmasa baribir qiyin. Shuni ichidan chiqaryapmiz, o'zimizni shogirdlarni marketing bo'yicha, savdo bo'yicha, SMM bo'yicha, media bo'yicha o'qitib, o'rgatib birga ishlayapmiz. Hozir o'qishda ham juda ham talab yuqori, nafaqat bizga ishchi kerak. Hozir 30 dan oshiq zavodlar bilan ishlasak, hammasida har kuni shu zargarlik bo'yicha guruhimiz bor. Har kuni ishchi kerak deb zavodlar ishchi so'raydi. O'shanga shu kurslarimizni kengaytiryapmiz hozir. Yana ishchilar oldik, zargarlik sohasini o'rgatgani, mutaxassis tayyorlagani. Hozir niyatimiz bir 1000 ta shogird chiqarsak ham 1000 tasiga ish bor. O'sha dunyoda bitta ayol qolsa ham zargarga ish topiladi degan maqol bor. Hozir juda ham imkoniyat katta zargarlik sohasiga. Zargarlar yetishmayapti O'zbekistonda. Agar 10 tonna tillamizni endi o'sha boshqa nima deydi, Yevropadan kelgan mutaxassislar bilan o'sha zargarlik sanoat darajasiga chiqqan o'sha Italiya, Ozarbayjon, Turkiya mamlakatlari hozir kelib ishlaganda ham 10 tonna, 15 tonnaga bormadik. Agar 50 tonna, 100 tonna chiqarishimiz uchun aholimizni yarmi zargar bo'lish kerak. Mutaxassislar kerak ko'proq. Tushundingizmi? Hozir juda ham zargarlik sohasi chanqoq odamlarga ish bor, mutaxassislarga. O'shanga o'qishlarimizni nafaqat ishlab chiqarishga, undan tashqari savdo bo'yicha ham o'qityapmiz. Tilla sotish savdosiga qiziqqan ayollarni ham savdo bo'yicha o'qityapmiz. Hamma zavodlar bilan hamkorlikda ularga cashback yo'nalishida uyda o'tirib, hozir bozor ijtimoiy tarmoqlarda qoldi. Shu ijtimoiy tarmoqlarni yuritishni o'rgatib, shu zargarlik sohasida o'zimizga ishga olyapmiz, agent qilib. Har bir gramiga $1 dan $2 pul beryapmiz hozir. Uyda o'tirib ham sotaverar ekan-da ayol. Hozirgi kunda Gold Investda 20 ta anaqamiz bor, agentimiz bor. Uyda o'tirib ijtimoiy tarmoq orqali pul topishyapti. Hozir 1000 ta qilmoqchimiz shuni. Agentlar. Niyat 1 tonna tilla sotish. Xudo xolasa. Maqsad qo'ygan sotadi deydi-ku, oladi, sotadi. Ko'ribdimiz Instagramda juda ko'p yangiliklar chiqazib borsizlar. Tilla olish, sotish, yetkazib berish ham yo'lga qo'yilibdi. Hali Botir aka professional darajada bunga hali yondashmadik. Mediamiz prosta shogirdlarni hozir o'rgatyapmiz. O'zi shunchaki bir-birini olib yorityapti, lekin xudo xolasa yangi hafta ichi
professional darajada olishni boshlashga harakat qilyapmiz hozir. Yetkazib berish xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Uni oldin ham bordi, oldin yoritmasdik. O'sha tantanali ravishda o'sha to'y, tug'ilgan kun, ota-onalarni xursand qilish, masalan, chetda turib onalariga duolarini olish ko'pchilik istaydi. Shunaqa nimalarni qo'ydik. Mana 5 ta 6 ta kadrlarimiz yaqinda chiqadi уже. Undan tashqari o'sha tillani ko'pchilik bilasiz, bozorga tillasini sotgani xijolat qiladi, olib borgani. Kimdir uy olmoqchi, tillar nimaga yig'iladi? O'sha inflyatsiyaga chidamli narsa bo'lgani uchun pullarga ko'pchilik tilla olib qo'yishadi. 1 kilo, yarim kilo, 2 kilo ba'zi mijozlarimiz anaqani olmang deydi. Bizni kameraga olmang deydi. Uyga borib o'sha 1 kilo, 2 kilo tillalarni olib, pullarni naqd sanab beramiz. Kimdir uy olmoqchi bo'ladi, kimdir boshqa. Shunaqa xizmatlarni ham yo'lga qo'yganmiz. Suhbatimiz yaxshi bo'ldi, hammaga manfaatli bo'ladi. Sizga ham rahmat. Maza qildi suhbatlashib, xudo xolisa bardavom bo'ladi. Bundan keyin ham to'xtatmaymiz. Gold Invest kuzatuvchilariga bu savollar, javoblar qiziq bo'ladi. Yetkazib berishda to'xtamaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Telegram, YouTube'da, Instagram'da savollaringiz bo'lsa, Qobil akaga kommentariyada yozsani, keyingi suhbatlarimizda javob beramiz xudo xolisa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham manfaatli videolarni chiqazamiz. Like bo'lsa, podpiska tashlab qo'yish esdan chiqazmani.